yilning shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrini Cumhuriyatimizda Mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman. Shunday og'ir sharoit, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy qiyinchiliklarga, turli to'siqlarga qaramasdan xalqimiz Islom Karimov boshchiligida o'zining asliy orzusi, O'zbekistonning davlat suvereniteti va mustaqilligi sari qat'iyat bilan intildi. ...1991 yil 31 avgust. Bu sana O'zbekiston tarixida abadiy muhrlangan. Aynan shu kuni xalqimiz o'z mustaqilligini qo'lga kiritdi va yangi hayot, yangi davrga qadam qo'ydi. Mustaqillik bu xalqimizning orzu-umidlari, erkin va ozod hayot sari intilishining ramzidir. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda katta o'zgarishlar yuz berdi. Avvalo, o'z konstitutsiyamiz qabul qilindi. Bu hujjat xalqimizning erkinligi va davlatimizning mustahkam poydevoriga aylandi. Iqtisodiyotda bozor munosabatlari shakllandi. Yangi korxonalar, fabrikalar, savdo markazlari ochildi. Ta'lim sohasida maktablar, litsey va kollejlar, oliy o'quv yurtlari zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlandi. Yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. Madaniyat va san'at, milliy urf-odatlarimiz tiklandi. Mustaqillik tufayli qadimiy tariximiz va buyuk ajdodlarimiz merosi qayta kashf qilindi. Sport sohasida ham katta yutuqlar qo'lga kiritildi. O'zbekiston bayrog'i xalqaro musobaqalarda baland ko'tarildi. 1992 yil 8-dekabr O'zbekiston tarixidagi eng muhim sanalardan biridir. Aynan shu kuni mamlakatimizning asosiy qonuni Konstitutsiya qabul qilindi. Konstitutsiya xalqimizning erkinlik, tenglik va adolatga bo'lgan intilishning timsoli. U O'zbekistonning mustaqil davlat sifatida rivojlanish yo'lini belgilab berdi. Unda inson huquq va erkinliklari, davlat va jamiyatning eng muhim tamoyillari mustahkamlangan. Har yili 8-dekabr kuni O'zbekistonda Konstitutsiya kuni sifatida nishonlanadi, chunki Konstitutsiya bu bizning ozodligimiz va kelajagimiz kafolatidir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga, zimmamga yuklangan yuksak vazifalarni vijdonan bajarishga qasamyod qilaman. Islom Karimov 1938 yil 30-yanvarda Samarqandda tug'ilgan. Texnik va iqtisodiy ta'lim olgan, muhandis va davlat rejalashtirish organlarida ishlagan. Sovet davridagi karyerasini 1960-80 yillarda O'zbekistonning rejalashtirish tizimida moliyaviy va siyosiy lavozimlarda boshladi. 1989 yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasining birinchi kotibi etib saylangan. 1991 yil 31 avgustda O'zbekiston mustaqilligini e'lon qildi. Shu yilning 29 dekabrdagi saylovda prezident etib saylandi va 1990-2016 yillargacha davlat rahbari sifatida faoliyat yuritgan. Islom Karimov mustaqillik asoschisi sifatida O'zbekiston tarixida o'chmas iz qoldirgan. 20-asr boshida O'zbekiston hududida aholi soni taxminan 4-5 million edi. Sovet davrida tug'ilish darajasi yuqori bo'lib, 1950-90 yillarga qadar aholining yillik o'sishi 2-3% atrofida bo'lgan.
1926-yilda O'zbekiston aholisi 4,6 million bo'lsa, 1989-yilgi aholini ro'yxatga olishda bu ko'rsatkich 19,9 million kishiga yetdi. Aholining asosiy qismi qishloqlarda yashardi. Sovet davrida sanoat korxonalari, irrigatsiya tizimlari, maktab va shifoxonalar qurildi. Lekin respublika asosan xomashyo bazasi, ya'ni paxta yetishtirish zonasi sifatida qaraldi. Bu esa ekologik muammolarni, xususan Orol dengizi fojiasini keltirib chiqardi. Uy-joylar ko'proq ko'p qavatli kvartiralar va davlat ajratadigan uy-joylar orqali ta'minlandi. Qishloqlarda kommunal xizmatlar, ichimlik suvi, gaz bilan ta'minot sust edi. Mustaqillik boshida aholi soni 20,7 million edi. 2024-yilga kelib aholining soni 36 milliondan oshdi. Bu MDH hududida eng yuqori o'sish sur'atlaridan biridir. Tug'ilish darajasi hali ham nisbatan yuqori. Mustaqillikdan so'ng xususiy mulk, uy-joy qurilishi, bozor iqtisodiyotiga o'tish kengaydi. Qishloqlarda ichimlik suvi, gaz, elektr va yo'l bilan ta'minlash loyihalari amalga oshirildi. So'nggi yillarda yangi uy-joy massivlari, zamonaviy shaharlar, transport infratuzilmalari, metro, yangi yo'llar, aeroportlar rivojlantirilmoqda. Qisqa qilib aytganda, O'zbekistonning oxirgi yillardagi yutuqlari avvalo inson qadri uchun tamoyili asosida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu tamoyil mamlakat taraqqiyotining bosh mezoniga aylangan bo'lib, har bir sohada inson manfaatini ustuvor qo'yish, adolatli va ijtimoiy yo'naltirilgan siyosat yuritishga zamin yaratdi. Sohalar kesimida ta'lim va sog'liqni saqlash tizimida sharoitlar yaxshilanishi, yoshlar va ayollarni qo'llab-quvvatlash, aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlash borasidagi ishlar bu yondashuvning amaliy ifodasi bo'ldi. Natijada mamlakatda inson qadri va manfaatlari davlat siyosatining markaziga qo'yildi.